Qur'oni Karimda bir oyat bor. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Anishkurli va li validayka va ilayyal masir. Mana shu oyat karimani tafsirini bundan bir 20 yil oshiqroq bo'ldi. Xo'jobodda ko'zlari ojiz domlabon bo'lardilar. Abdumannon domlamdi dadalar. Shu kishi aytib bergandilar. Bu oyatni tushunish qiyinroq. Xudoy taolo aytadi, qarang. Anishkurli va li validayka. Menga shukr qilinglar va ota-onalaringizga shukr qilinglar. Tushundingizmi? Qanday bo'ladi bu? Birov sizga yaxshilik qilsa, shu odamga nimadir yaxshilik qilishlik vojib bo'lar ekan. Nimadir qilish. Hech bo'lmasa, sizga Allohning rahmati. Bizda nima deydi? O'zbeklar rahmat deydi-yu. Rahmat degani Allohning sizga rahmati bo'lsin deganida. Hech bo'lmasa shunaqa duoyi xayr qilib qo'yish kerak ekan. Odamlar bir-biriga yaxshilik qilmay qo'yar ekan bo'lmasa. Bir ish bo'lgan. Bir odam cho'lda ketayotsa, tuyada hamma yuki bor, boshqa narsasi bilan ketayotsa, bir kishi bir soyada yuk taqi tugab, ozuqati tugab, o'limini kutib yotganimiz. Darrov yugurib boribdi-da, haligini yo'biga qarasa, zo'rg'a shu tomog'i taqqillab, oxirgi nafasini olyapti. Tuyasidan suvini olibdi, og'ziga ho'llabdi, sekin suv tomizib, sal o'ziga keltirib non beribdi. Haligini bir kun vaqt sarflab odam qilibdi. O'ziga kelibdi. Shunday xursandmishda bu. Nimaga? Alloh taolo aytadiki, kim bir odamni o'limiga sabab bo'lsa, men o'sha odamni butun dunyoni xalqini o'ldirib yubordim deb qo'yaman deydi. Kim bir odamni tiriltirsa, tirikligiga sabab bo'lsa, butun dunyo xalqini tirikligiga sabab bo'ldim deb yozib qo'yaman deydi. Ishlaringda doktorlar bormi? Shuni bilib olinglar. Qaysi doktor agar mana shuni niyat qilib bir kasalni tuzatsa, shu odamni qo'lidan shifo topsa, Alloh taolo butun insoniyatni shifo berdi deb yozib qo'yargan. Bu rosa suyunib ketdi. Bu sabab tirik qoldi-da bu. Tuyasiga o'tkazdi. Tuyani yetalab ketayotganda buni o'ziga kelgan odam rosa mo'ljallab boshiga bir tepgan ekan. Tepibdi, yiqilibdi. Yiqilganda tuyani haydab qochibdi. U endi yeta olmaydi. Shunda buni aytgan ekan. "Hay birodar, to'xtamay qo'yaveru, bir iltimosim bor. O'rtamizda bo'lgan gapni birovga aytmagin." Nimaga debdi? Desa, odamlar bir-biriga yaxshilik qilmay qo'yadi degan ekan. Odamlar bir-biriga yaxshilik qilishlari uchun u odamdan minnatdor bo'lish kerak, duo qilish kerak.